Bir banda savol javob bo'lib jannatga loyiq ko'rilibdi-da. Jannat eshigini tagiga borib, hali maloikalardan bir narsa so'rab, ular javob berib, deb tortishayotganimizda Alloh taolo so'rabdi. Roviylar rivoyat qiladi. Banda nima deyapti? Maloikalar chiqib, ey Allohim, sen har narsani bilguvchidirsan, lekin aytaylik, shu bandang dunyoda bittasini sevgan ekanda. Shu kirdimi, keldimi deb so'radi, yo'q dedik. Agar u kelmasa men jannatga kirmayman deb aytayapti. Alloh taolo aytar ekanda. Bandamki qul holatida boshqa bir qulni unutmabdi. Men ham u bandamni unutmayman. Beringlar murodini deb haligini olib berishar ekanda, qulni sevgan. كل القلوب إلى الحبيب تميل